onlayn formatda ham natija bo'ladi. Qachon? Agar bu yerda tizim bo'lsa. Ozg'in shogirdimni shu holatdan shu holatga kelishi uchun mana shu 3 ta narsani qildik. Hop, birinchisi keladigan bo'lsa, ovqatini sal korreksiya qildik. Ya'ni u ovqatini, misol uchun qozon ovqat yedi, lekin oqsilini, kulli oqsilini yopdi. O'sha narsani kontrol qildik. Kulli oqsilni yopib yurish kerak, vazn olayotganda ham, vazn tashlayotganda ham. Hop, ikkinchisi keladigan bo'lsa, silovoy trenirovka. Haftada 3 kun keldi mana oldimga, 3 kun silovoy trenirovka qildik. Ya'ni bir xilla 15 ta, 20 ta повторениyadan qildiradi, 5 ta подход, 6 ta подход deydi. Natural odamga bunaqa trenirovka qildirmaydi. Natural odam oddiy protein ichib yoki qanaqadir uyda ovqat yeb восстановление bo'lmaydi, uni mishsasiga stress bo'ladi. O'shaning uchun ozg'inmi, semizmi texnika bilan og'ir ishlatish kerak, tepasida kontrol qilish kerak bo'ldi. 6 ta, 8 ta повторенияda ishlatdik. Og'ir ishlatdik. Ana o'shanda o'zgardi. Uchinchisi 3 xil sport dabavkalar qo'shdik, ya'ni shu ves olishiga yordam beradigan 3 xil ishlaydigan sport dabavkalarini qo'shdik. 50 kun davomida oddiy ovqat bilan o'zimizni unaqa qiynamasdan, buni ham unaqa qiynamasdan shu holatdan shu holatga keldik. Siz ham semirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada massa deb yozing.